Kurtarmışsın degin. Var degin. Bu senin hizmet yok. Var degin. Bir gün satgan qolaydi başka narsa. Kurtarmışsın degin. Aka dostlar, bizim kanaldan olsay turumuzlar 132 mingga baho chiqdi mana shu lot. Baho bo'lgan uchun bugun olsay ko'rib turibsizlar dostlar. Mehr ko'zda pul chiqar. Qancha aytdi sonda? Bo'ldi, mehr ko'zda. Bo'ldi. 135 mingga qursamisiz? Bak, bitmedi. Kurtarmışsın. Bir marta hop desang. Samat bo'ldi. Samat, seni odam deb kelib qo'y. Bitkazib. Doimida so'zingizni olaman, oddilaga olaman. Bo'ldi 35 kundan keyin. Bo'ldi Samat. Samat, hayrimini yaquladi. Hazır o endi buyog'ini bir gidiyor. Bak xursandmisan deb. Oxir paydo qilasan, olaver. Bor deb qo'ygin. Aka kichik ziyon qilaman, demaydi. Hamma foyda qilasan. Bor, ata shuni bo'ldi. Allohga baraka. Pul topgansiz. Topgansan puldan. Aka 135 ga. Ablaga sotildi aka? Yo'q, sotilmadi. Sotilmadimi? Ne oldu shundan hozir? 135 ga berib edi. Bo'ldi baraka. 135 mi beryaptın aka? Siz berib berdingizmi? Otbozorga. Hozir qaysini oldingiz? Mana. Aka 135 mingga chiqdi mana shu ot. Rossiya ekan, turadi. Yosh qanday edi bunda? 5 yosh. 5 yoshar ekan. Kaçela? Janovi bog' bo'lgan ot. Bravo. Ha. 135. 135 ming ketdi aka. 135 ming ketdi. To'g'onlar. Do'stlar, men ot bozorida bordan tortib o'tdim. Sizlar bir chekkadan ko'rib turibsizlar. Buni otda bir tortib o'tdim. Buni aldayni qilibchi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalning qatnashchilari. Qandaysizlar? Omonsizlarmi? No'qat ot bozoridan bordingizlarga salom. Bugun 12 dekabr 2021 yil. Do'stlar, No'qatga otlar ko'p kiribdir. Al otlarni sizlarga borini tortib ko'rsatib beraman. Sizlar bir chetidan ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum do'stim. Qandaysizsiz? Yaxshimi? Qanchada otasiz buni? 120 mingga otdim. Sar 70 ming berdi mi? Yaşı qanday o'shanda buni? 25 ga chiqadi. 5 ga chiqib turgan. Yuri bor, ishi bor. Yuri ulog'i bor. 5-5i bor. 5-5i bor ekan mana. Aytaymi? Aytaver, nima borda? 05 59 55 97 82. Mana shu lotga chalib ko'ringizlar. Tug'anlar bizning kanaldan olsay turibsizlar. Mana No'qat ot bozorida bugun otlar ko'p, jo'x otlar kelibdir. Sizlar bir chetidan ko'rib turibsizlar do'stlar. Bizning kanaldan olsay. Qanchada otasiz aka? 150 mingga otdim aka. Yosh qanday? 3 yoshar ekan aka. Aka qanchada otasiz aka? Qanchada otasiz do'stim? Ha? Güzel, yosh qanday? 4 yoshar ekan aka. Bozor qancha qildi? Keyin keldinglarmi? Otang sotavmi? Qanchada otasiz? 150 ming. Yosh qanday? Jazg'ovich ekan aka. Qorada qanday aka? Qorada Qarabay. Qarabay. Aka telefon qoldirasizmi? Ayting uni. 755 ming. 50 95 96. Shu otni o'zi svet qanday do'stlar? Kommentariyaga yozingizlar. Men yaxshi bilib aytganman svetnicha. Ikinci nomerda ham yozib qo'ying 49 ming. Mana shu otga 150 ming baho bo'layotgan do'stlar. To'g'ri deb qo'yadi do'stlar. Men da shu bilib aytganman. Aka qancha yoshlar shu? Jazg'a 9 ekan. 5 asli ekan. Kullik otlarning, jo'x otlarning biri ekan. Do'stim, qanchada otasizmi? Qanchada ot? Egasi yo'qmi?
Aka qanchada odashyapti aka? 160 lira. 160. Yash qanday bor? 4 yaş. 4 yashar. Parada Qarabayir mesini o'xshaydi. Yuz ko'zi yozsa chiqasan. Neler bor ekan bundan? Dilla. Bu evi bir iki yol aralat. Arlat qo'yadi, ularga arlat qo'yadi. Ishi bor ekanmi? Ha? Ishi soldingizmi? Yok. Soldingiz. Telefon qoldiramiz aka? Qoldirib qo'ying ada. Ayting ada. 0755 bilen ko'rsatma qo'yasiz. 09 65 55. Joq shotlardan biri ekan navbatlar. Sini kelishgan. Mesni boradi ekan. Alloh og'irlatsin deydi. Assalomu alaykum. Aka, otni qanchada otasiz? 700 da otam. 700 mingda otasizmi? Boyu 173. Boy 173 ekan. Jazı 6. Jozg'i 6tasi ekan. Garan. Uloq garant ekan. Kirişçisi için baş ayak ötecek. Kirish chiqishi yaxshi deydi bularga. Esi. 700 mingda otadi. Paroda Qarabayir o'xshaydi ekan. Aralaş. Aralash ekan bularga. Yaxshi otlardan biri ekan. Do'stlar, ushul svetdagi yaxshi bilib aytgan, qanday svet deydi, shunda kommentariy orqali bildiringizlar, o'y fikringizni. Alamatda var, Alamanda var. Alamanın ulog'ida bor, telefon aytamiz aka? 73 ming. Aha. 00 45 87. Ot ko'ringizlar, tomonlar. Motoru da var. Motoru da kelishgan yaxshi otlardan biri ekan. Ulog'ini uyini garantiya deydi. Qanday? Assalomu alaykum. Qanchada otasizmi? 170 ekan bor bularga. Yash qanday qilasizmi? 2 yash ekan. Paroda qanday ekan? Yaxshi. Em uyrendi. Ya parodasi Rossiya o'xshaydi. Rossiyaga ham yo'lchilik ekan. Sotamiz aka? Safas. Aytingchi nomerda. 73 bilen. Aha. 609 606. 96 06. Plus 90 96 ekan dostlar. Ya qanchada otasiz aka? 350 ming deyapti bularga. Cho'ng otlardan biri ekan. Not 200 ming deyapti. Yash qanday bo'ladi aka? 6 yashar ekan bularga. Uyur ulog'i bor ekan? Yürü garanti ulağını kırmadı. Ulog'ini ko'rmadim lekin aka. Telefon qoldirib qo'yildi aka. Aytasizmi? 502 bilan 65 57 52 ekan bularga. Qora otlardan biri ekan bularga. Ya qanchada otasiz aka? Otdi. 400 ming otdi ekan bularga. Yash qanday ekan bu? Jozg'a 5 ekan bularga. Parodasi qanday bo'ladi aka? Rossiya ekan bularga. Telefon qoldiramiz aka? 52 bilan 26 27 09 bularga. Uyur ulog'i bor ekan? Yürü var garanti, ulağa sallanır. Uyuri garanti ekan, uloqqa soldilar ekan. Joq shotlardan biri ekan, o'ta cho'ng do'stlar. Hey! Do'stlar, mana 3 yashar ekan, 200 mingga berib aytadi ekan. Jazg'a 3 yashar ekan. Parodasi qanday ekan? Omski. Omski ekan. Telefon qoldirib qo'yilib onda aka? Belki ben bağladım. Boqildingizmi siz? Mana boqildim bey. Qancha ekan? Bir hafta teveri. Qancha boqibdi? Mana 300 ming kem bor ekan, to'g'ri otdin. Yash qanday ekan buni? Jazg'a 3 yashar. Jazg'a 3 yashar ekan aka. Yaxshi ot ekan negadir. Aka bu neler bor ekan shunda? Uloqqa olib kirdingizmi? Olib kirdingizsa, telefon aytib qo'yasizmi aka? Telefonni 70 bilan ha? Aha, 70 bilan 15 26 27. Mana shuni otqa silashingizlar, shu ot chaqqan bo'lsa. To'g'ri ot ekan, to'g'ri. Qo'shqa ekan.
Жақсы оттардың бірі екен. Бұл да сынды екен. Aka qanchada otasiz aka otni? Qanchada otasiz? 220 deyapti. 220 ming. Yosh qanday bo'ladi aka? 5 yaş. 5 yashar ekan aka. Parodachi? Parodasini to'g'ri bilmayman. Parodasini bilmayman. Rossiya ekan. Rossiyadan keldi, jam. Pul uyretilganmi? Yo'q, o'tgan yo'qsiz. Hem kim olsa tarbiyalar ekan-da buni? Tarbiyala, jam. Jam uyretchi ekan. Telefon aytib qo'yasiz aka? 3'te 5 min. 3'te 5 ming. 15. 15 55. 55 53. 53 nomeri ekan. Çal. Söylüşümüz var at çaqqan bolsa bunaga. At. Yaxshi otlarning biri ekan. Janobi O'zbekistondan izlab жүрген tuğanlar çal söylüşümüz var. Dollardan kursu 100 dollar 8400 naraq bera bo'lib Qirg'iziston bor. Qanchada otasiz aka buni? 200 ya. 200 ming ekan. 2 yashar ekan 200 mingga otdi bunaga. Parodasi qanday qolash unda? Parodasi rossiyskiy 6 oydan kelgan. Rossiyskiy 6 oydan keldi bunaga. Arlovskiy ekan bunaga. Telefon qoldirib olasiz aka? Qoldirib olasiz a? Bo'ldi. Qanchada otasiz aka? 250 kam bor. 250 ming kam bor ekan bunaga. Paroda qanday qoladi aka? Paroda Rossiya. Rossiya jashichi aka? Jozga 3 yashar. Jozga 3 yashar ekan bunaga. Aka bu yurash kerak o'xshaydi-mi? Ha, yurash kerak. Jon yurash ekan bunaga. Telefon aytavizmi? Telefon nomerlar 0755 Aha. 29 Aha. 99 90. Bunaga otni ko'ringizlar do'stlar. Ot izlaganlar yaxshi otlarni birga. Qanchada otasiz do'st? Otdi. 200 mingda otdi bunaga. Jashi qanday qoladi? Eni qorin bilan 5 yash ekan bunaga. Neler bor ham otda? Ne qanday o'nlar bor? Ulog'i bor, uloq olib kirdingmi? Uloqqa yo'q ekan bunaga. Cho'ng otlarning biri ekan do'stlar. Aka, mojada da o'ta sindi ot turadi. Qancha yashar shulay? 3 yashar. Qanchada otasiz aka buni? 150 mingda otdi bunaga. Arzon ekan, arzon ot ekan. Jozga 3 ta. Jozga 4 ekan bunaga. Aka, parodasi qanday bo'ladi? Bishkekdan kelib turmaga. Aka, telefon aytib qo'yasizmi? Oltib qo'yasiz, sotasiz aka. Yaxshi otlardan biri ekan bu. Bishkek ot ekan. Babay aldın mı? Ya qancha berdingiz akasi bu? 415 mi? Qaysini so'radingiz? 115 ming berdim bu otga. Yosh qanday akasi? 3 yashar ekan bu Rossiya parodasi. Aga buna poltarashka ekan do'stlar 120 mingdan kam bor deb turadi. Peshinesinde kaç kalası var. Özgürlüğü mesni paroda ekan. Aga 2 yashar ekan bu ot 140 ming deb otdi shunaga. Qancha aka? 140 ming deb otdi. Tik turadi ekanda bular. Qaysi kanal aka? Dostu kanal. Peki. Aha. 66 66 05. Bak esi canımda turadi. Bak 2 yaş ekan. Janobi Joxot izleganlar, Josh Hot izleganlar chalib qo'yinglar. Yaş falan jettiler Minova. O'ta jo'sh ekan. Jo'sh otlarning biri ekan. Qanchada otasiz aka? 130 ming. Josh qanday bo'ladi? 1 yaşar 4 aylık. 1 yashar 4 oylik ekan. Sotamiz aka, telefonni beramiz, aytingda. 77 menen. Aha. 42 41 74. Arlovskiy paroda. Arlovskiy gamlaga parodasi. Başlarından tartıp koy. Qaysi kanal ey? Dostu kanalı. Arlovskiy paroda ekan. Ya qanchada otasiz aka? Tug'an.
100 ming deyaptilar. Yash qanday? 5 yashar ekan. Lesi bor ekanmi? Ulog'i bormi? Bor javob bor. Kalta toy ekanda. Qanchada otasiz aytingchi-mi? Nomerda. 100 ming. Nomerda. 50 bilan 56 01 01. Kalta toy izlaganlarga. Do'stim qanchada otasiz? Ha, ko'rdingizlar, qanchada otdi shuni? 220 ming deyapti mana shuncha. Aka qanchada otasiz aka otdi? 250 ming deyapti. Yash qanday qoladi? 6 yashar ekan. Neler bor ekan buni? Ulog'i bor ha? Buyurchi. Buyurda bor. Telefon qoldirasizmi? 0505 03 02 22 nomerga chalingizlar bunaqa. Bor javob bor deydi. Qanchada otasiz aka? 200 mingda otasiz. Yash qanday? 6 yashar. Uyuri bormi? Ulog'icha. Telefon qoldirasizmi aka? Telefonda. Ha. 94 50 10. Telefonda sizlashing dur. Canan tortib o'tdim, o'ta cho'ng ot ekan. Ya qanchada otasiz aka shuni? Sen o'zing aytib qo'ying, siz tortib qo'ying. 150 ming deyapti bunaqa. To'g'ri. Nomerdan tashlab qo'ying. Ya bu beni qanchada otasiz aka? 120 ming. Qanchanchi tush aka? 120 ming deyapti. Ya bu 5-chi tushgan 150 ming deyapti. Bu da 150 ming. Ya qanchadan otasiz ularda? 65 ming. Urg'ochi ular? Urg'ochi. 65 mingdan olmuş. Ya bu beni qanchada otasiz aka? 250 ming ha? Paroda qanday qiladi aka? Parodasini bilmayman to'g'ri, Rossiyada. Monitor uzun ekan. Danchak emas aka? Ya qanchanchi tug'ish o'sha aka? Qanchanchi tug'ish? Keldilar. Ketdilar. İki pazar murda geldi o'sha, bir pazar. Pazar boshda kelib. Arlovskiga o'xshaydi. Arlovskiga. Arlovskiy ekan bu aka. 250 dollar. 250 ming dollar. Bu Stary Arlovskiy deb atadi. Tam bunun qanday bunday nimaga almashtirib yo'llari bormi? O'spirim bersak, yaxshi o'spirim berib, ustun aqcha bersak, Mayli söyleyeceğiz. Söyle. Sen telefonunu versen. Qanchanchi tug'ish aka o'zi? Siz bu. Tuğan emas bu yoqda bilmem. Bu yoqqa kelgani bir 3 oy bo'lib qoldi. 3 oy bo'ldi va 3 oy bo'ldi kelganiga. Qisir deb ochadi, ko'pchilik bilganlar bilmayman. Bu çoğun bir bol olsun öyle mümkün. Hem Allah'dan bir yaklaşım. Fazla iki. 70 şey. Altın dastan. Bassam. Neredesin? Boştan bunu çıkar. Burgayacak dedi. Arlovskiy ekan bu aka. 250 dollar. 250 ming dollar. Cho'ng beylarning biri ekan. Bunaqa do'stlar, o'ta cho'ng. Otlardan biri ekan. Ya qanchaga otasiz aka buni? Aldık. Qanchaga? 260. 260 mingga ketdi bunaqa. Olinib tur. Ya yosh qanday ekan buni biladingizmi? 2 yashar ekan. Ya boğazın kanca dedi. Satış bozana 70 ming berdi. Ya yosh qanday bunaqa? 2 yashar. Jozg'a chiqadi. Qanchada otasizlar o'zinglar?
120 diyor. 120 ming dollar. Жазгыч ekan. $170 ming dollar. Yaşı qanday? 4 yaşar mı? 170 ming dollar. Telefonun var mı? Aytgin? 552 Aha. 520 18 20. Neler var hem? Bulak alып girdingер? Kulağı var ha? Kulağı var deydi 100% deydi. Çalıp söylesingizler dostlar, at çaqqan bolsa. At izlegenler. Böyle жақсы at ekan. Janabi at bog' bo'ldi. Maka do'stlar, janabi 3 yashar at bog' bo'ldi. Qanchaga ketadi? Anda cho'l ko'rish. Maka no. Qanchada otasizmi? 130 ming dollar. Yaş qanday qo'lash unda? 1,5 ekan. 1,5 ekan. Жазға 2 bu. Жазғы ekan. Yaxshi. Parada qanday ekan? Bishkek ekan. Bishkek ekan, boshqacha ekan ot. Telefon qoldirib qo'yilanda? 77 mi? 77 mi? 67 67 21 21 84. 84 ekan. Жақсы otlardan ekan. Жақсы сөйлешіңіздер. Бішкектен келіппіз. Ал. Ya qancha ekan bular? 150. 150 ming. Yaş qanday qo'lasan bunda? Qancha sotildi? Fevralda 1 yaş bo'ldi. Fevralda 1 yaş bo'ldi degan mana. Parada qanday avvalda o'xshaydi? Bishkekdan olib keldim. Allah aşkına. Gel telefonu qoldiraylik. 55 ming. 55 ming. Dog'i 55 ona kelibdi. Bu sira aylantirib ko'rsatib beraman. Bizlerin dışarı gel. Çal sülojünüzdür. Çatlar. Bakın dostlar, at çaldıklardağı bir sıra ko'rsatib ketayin sizler. Bağlarını biliyor olыңыздар. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan aka jugondlaringizda? Jugondlar 400dan 6,5 ming. 400dan 6,5 ming so'm bo'lsa ekan. Bunaqa erlaringizchi? Yerler 1,5 mingdan 8,5 ming. 1,5 mingdan 8,5 ming so'm bo'lsa ekan. Buni o'tikoringizchi? 4 ming so'm bor ekan. Bunaqa uloqa cholchi. Uloqa ketdi bu nasıl ha? Uloqa ekan. Narx emalarichi ne deb qo'yadilar? 400dan 1500. 400dan 1500 so'm bo'lsa ekan. Narxlarchi cho'g'di. 2 mingdan 3 ming so'm bo'lsa ekan. Bakın No'qat ot bozorundagi kiraverish yerindagi ot joldiqlarni sizlarga bog'lanib bilib o'tdim do'stlar, kelib sizlar olaverasizlar. Agarda qolasangiz nomerindagi qoldirib o'tayin. Ayting aka nomeringizni. 0774 01 82 87. Zakazam olaverasizlar. O'zlaringiz tigavdingiz qandayda? O'zi tegamiz. Ha, mana o'zlari tegatgan bunaqa. Bu yil jaqda dag'i o'shalarning da sheriklari o'xshaydi men o'yimcha. Oltin aka degan nimaga kelib olaversa, mana yerdan ot bozorga kiradi, kirganda sol joqda joylashgan joldiqlar ekan. Qanchada otasi aka to'ydi? 50 kam bor. Erkakmi? Erkak ekan. Yashi qanday o'qilasanda? 7 oylik. 7 oylik ekan. 7 oyliklar ekan. Qanchada otasi bularda aka? Bularda 55 dan 60 dan o'tadi. 55-60 dan. Poltarashka bor. Parada Bishkek o'xshaydi. Yo'q, Mesni. Mesni. Qora bayar ekan.
Telefon qoldiramiz aka? Telefonda. Qoldirmaysiz a? Qoldirib aytganmiz. Qaysi ketdi shunda? Nolmi? Qanchaga? 49 ming ekan. 19 ming ketdi. Erkakmi chorvachi? 49. 49 ming. Bola sotib 49 mingga. 49 mingga ketdi bunaqa. Erkak toy ekan. Toyni qanchada otasiz? 30 kam. 30 ming kem bor ekan. Bozor qancha qilishdi? Aka bozor berdi aka. Qancha berishdi? Berer ekan bu yerda. Жақшаттың баласы. Жақшаттың balasi. Assalomu alaykum. Nasıl yaxshi? Tartib o'tasizmi? Ha, tortdim aka. O'zingiz olayın deb tushdingizmi? Qanchada otasiz bularda? 30 ming. 30 mingdan be. 30 mingdan da oldu. Qancha berib qo'ydingiz aka shuga? 22 ming bana aka. 22 ming berdim aka. Qanchaga berib edingiz? 25,5 mingga beryaptilar aka. Dehqonchilik aka? Sotasizmi? Sotasizmi? Nomerni ayting onda. Qanday nomer? Nomerga chalamiz-da, ola turganlar bo'lsa. Nomerni ham bilmayman. Jo'xshto ekan. Aka do'stlar, telefon nomerini olayın dedim-da, yaxshi bilmayotgan aka telefonni. 25 mingdan be? 25 mingdan dotdim aka. Siz qanchada otasiz aka? 35 mingdan aka. Qayerda bular aka? Bular noqatli ekan aka. Men o'z bilib. O qancha berib qo'ydingiz shu bega? 60 ming berdim aka. 60 ming so'm. 65 tane tutadim bundan oldilar. 2 yashar bega. Bunu qanchada otasizmi? Qanchada otasizmi? Qancha? 200 ming kam bor ekan bu. Yosh qanday o'qilashanda? 7 yashar ekan. Aka. Telefon qoldirasizmi? Aytchi. 51 ming. 51 ming. 20 12 18. Ulog'i bor a, yuri? Yuri bor ekan, ulog'ida chop berilgan ekan. Aydachi ham olibdi. Aka. O'ta cho'ng otlardan biri ekan. Bo'ldi ekan bunaqa. Qancha? 170 ming deyaptim aka. Yosh qanday bo'ladi? Jozga ekasi ekan bunaqa. Telefon qoldirasizmi? Ayting. 708 31 17 77 ekan bunaqa. WhatsApp nomeriga chalsangizlar bo'ladi bunaqa. Yaxshi ot ekan bunda. Yaxshi otlarni sizlarga ko'rsatib berayin do'stlar. Bunaqa. Çal söylüyorsunuz var. Bak 200 ming kem var ekan. Yosh qanday? 9'ga çıkma, cazga. 9'ma chiqmagan jozga. Nesi bor ekan bularning? Bari bor. Bordig'i bor deydi. Uyri, ulog'i bor ekan bunaqa. Telefonni aytasizmi aka? Telefonni aytayinmi? Ayting ada. Şu otdan nobini olayın do'stlar. Buldaga kelishgan otlardan biri ekan. 05 aytavering. 02 03 44. Nomerga kurguru sutka çalsa bo'laveradi. Bo'laveradi ekan, qaysi molda chalsanglar ham. Bugun bozor sotgan. Aka, oldi bo'ldi. Tohir, berasingmichi? Bu soy aka, bicha ba'zi o'zi 10 ming aka nimamni oshib ketdi. Qaysi bo'ldi? Bersiz xursand bo'lsangiz oldin 130 mingga oldi gap qaytmadi. menga qara. Qancha aqlli. 130. Majnar bundan urush kelayapti. 130 ming bo'ldi ekan do'stlar, shu ot. Janodagi tortib
30 ming. Var dedi şu bana söyle. Ha, hocam bize bugün depemin. Aynen benim de orada gelmek sana pul otursa. Bolda pul diyen nimasi var. Soyamadı ayet yaptı. Bunun otkı bulmaydı. Dostum kanalı. O milli güverte yapamadı. Qaysini? Milli güverte yapamadı. Hem mille gördün ölüp basın. Var 32 insan bunu. Bak böyle. Bitti bana gelme. Bak endi baraka soramam beni. Ayt be.